Hazrati Ibrohim alayhissalom olovga otilganda, otashga tashlanganda, u olovni o'chirish imkonsizdi, lekin chumoli nima qildi? Suv olib bordi. Va odamlar chumoliga dedi, u yerda bu mantiqsiz-ku, boshqa. Sen bu olovni o'chira olmaysan-ku. Deganda chumoli nima dedi? Allohning mendan istagan narsasi shu bo'ladi. Bundan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas hozir. Masalan, Alloh mendan hozir tomoshabin bo'lishimni istashi mumkin emas. Payg'ambar yonayotgan paytda tomoshabin bo'lish mumkin emas. Men ma'nosini aytyapman. Uni harakatga keltirgan tushunchani ochishga harakat qilyapman. Masalan, Alloh bir payg'ambari yonayotgan paytda Allohning dushmanigina indamay turadi. O'shaning uchun chumoli Alloh mendan bundan boshqa narsani istashi mumkin emas. Men uni o'chirishga o'chira olaman, o'chira olmayman, bu boshqa masala. Bu taqdir masalasi. U meni tanlovim emas, uni o'chira olishga qurbim yetishim mening ishim emas. Masalan, qo'rqoqlik ayb emas, qo'rqoqlik gunoh ham emas. Odam qo'rqoq bo'lishi mumkin bu hayotda. Hech bir qo'rqoq odam qo'rqoqligi uchun jazoga tortilmaydi. Lekin chumolini qilayotgan ishi u bir jasorat. Foydasi yo'qligini bilgani holda haq tarafda tura olish bu bir jasorat. Inson qo'rqoqligi uchun jazolanmasligi mumkin. U uni tanlovi yo uni xulqi bilmadim, lekin chumoli bu tomonni tanlagani uchun mukofotlanadi baribir. U ham qo'rqyapti. U ham o'chira olmasligini biladi, lekin tarafi ma'lum. Alloh mendan buni istayapti, bundan meni, lekin qo'limdan kelgan o'chirishimni istaydi. Meni qo'limdan kelganicha o'chiraman uni, ya'ni shu gapda. Qo'limdan kelganicha, imkonim darajasicha, menga nasib bo'lganicha qilyapman u ishlarni. U darajada biz ham shunday bo'lamiz. Bu dunyo bir dalaga o'xshasa. Dalada har kim nimadir eksa, nimadir o'radi. Masalan, hech narsa ekmagan hech narsa o'rmaydi ham. Lekin biz aytsakki, men bir narsa ekib uni o'rib baloga qoladigan bo'lsam, undan ko'ra hech narsa